Ey hayotning guli bo'lgan ayol. Shuni bilginki, oila ayol uchun uning ilgirki planidir. Ayol o'z oilasida o'z erining yangi haykalini taraqshlaydi va izgi arzular orqali Tangridan uningga muvaffaqiyat tilaydi, aynak qaraydi. Toki u qirib mo'may bo'lib ketgandimi, uning eri uning go'zalligiga talpinishiga ilhomchi sima bo'lib qaraverdi. Erkak ayol jismidagi ikkinchi jon, hatto o'z jinini qurbon qilishga ilib kelish iqtidoridagi jondir. Bu qon va tomirdan iborat emas, balki fikr xiyol, talpinish va talmurish, anglash va nazar silish, xushal yoki shodlik harakatlanib turadigan jondir. Muhabbat o'zini poklashtirish va shuning bilan birga jasorat baxsh etish kuchi bilan har qanday boylik, huquq va shuhratdan qudratlik, mustahkam va lazzatli.